Nimaga yetabdan beri po'xt ishini qilyapmiz? Ha bo'xt ishidan boshqa narsaga yaramagandan keyin qilasanlar-da. Qilmaymiz, jonimga tegdi. Sassiq bo'lsa ham qilasanlar. Qishda istib o'tirishni bilasanlar sandalda hamang. Aka, bu tez qilib tashlaylik. Akalar, singlimizlarni xafa qilishdi. Yana ulgurmadik. Nuqul bizlardan oldi o'rtashaveradi. Hadi solishga. O ayet kayıpta ana. Dadajon tort pishirdim. Ona kızım rasa şirin tort pişirip de akalarini görmedin. Yeb ko'ring, ko'rmadim. Rasa şirinligi o'zing yo'ur, akalang qayda-ku? Yeng dedim. Ona kızım erkaliging yoqmaydi. Loydan ham shirin chiqargan tort 3 kundan beri loy yeyapman. Oshmasin. Nima uchun men qilishim kerak? Sen ishing bo'lgan aka, o'zing tozalasan-da. Bu solishga emas. Akam qildi unda.